O'zbekiston rivojlanishda yangi bosqichda. Ulkan qurilishlar, yangi ufqlar, yuksak va dadil maqsadlar. Bu sur'atni ushlab turish uchun mamlakatga ishonchli tayanch zarur. Biz bu chaqiriqni qabul qildik. Bugun Grand Pharm farmatsevtika bozorining milliy yetakchisidir. 20 yil davomida 6 nafar xodimdan butun mamlakat bo'ylab 2200 nafar ortiq xodimga ega bo'lgan kompaniya. Bugun Grand Pharm bu katta va professional oiladir. Bizni umumiy qadriyatlar birlashtiradi. Ishonch, mas'uliyat, birgalikda rivojlanishga intilish va insonlarga g'amxo'rlik. Biz O'zbekiston bo'ylab minglab oilalar uchun ish o'rinlari va ertangi kunga ishonch yaratmoqdamiz. Biz mamlakatning barcha hududlarida dori vositalariga qulay kirishni ta'minlaymiz. Bayer bahosiga ko'ra Best Pharm eng yaxshi dorixonalar tarmog'i. Go Pharm mijozlar uchun zamonaviy xizmat, g'amxo'rlikni yanada yaqinlashtiradigan texnologiyalar. Raqamlar ortida hamkorlar ishonchi va barqaror tizim turibdi. Bu har kuni ishlaydigan katta miqyos. Bizning tizim bu mustahkam hamkorlik va keng assortiment. Grand Pharm Eurasian Pharma Awards talqiniga ko'ra ketma-ket 2 yil eng yaxshi distribyutor. Eng yuqori sifat biz uchun shunchaki so'z emas. GSP, GDP, GPP standartlari. Bu mas'uliyat insonlar oldida va vatanimiz oldida. Biz ESG standartlarini joriy etmoqdamiz. Yashil logistika. O'zbekiston bo'ylab har bir ombor yonida mevali bog'lar. Yashil hudud logistika hubimizning bir qismi. Xizmat elektromobillari parki. Biz uglerod izini kamaytiramiz. Chunki millat salomatligi toza havodan boshlanadi. Omborlar tarmog'imiz O'zbekistonning barcha hududlarini qamrab oladi. Bu bizga har bir hududga yaqin bo'lish, dori vositalarini tez, aniq va xavfsiz yetkazib berish imkonini beradi. 100 ming kvadrat metr Grand Logistics'ning umumiy maydoni, 50 ming kvadrat metr omborxona binolari, shaxsiy bojxona ombori, GSP, GDP standartlari asosida faoliyat, alohida karantin zonalari, sovutgichli, muzlatgichli xonalar, yog'inchan va tez alangalanadigan suyuqliklar uchun 750 kvadrat metr maxsus saqlash maydoni. Bizning tarmog'imiz 442 ta g'amxo'rlik nuqtasi. Jamoat transportida tibbiy dori qutilari, og'ir damlarda ko'mak. Yetakchi bo'lish jamiyatga xizmat qilish demakdir. GPH akademiyasi soha kelajagiga kiritilgan sarmoya. Biz mamlakat ishonch bildiradigan professional hamjamiyatini shakllantirmoqdamiz. Raqamli transformatsiya ustuvor yo'nalishimiz. SAP, VMS va asl belgisi markirovka tizimlari integratsiyasi yo'lga qo'yilgan. Biz ish jarayonlarini to'liq shaffof qildik. Farmatsevtika kompaniyalari dori vositalari xavfsizligiga, xaridorlar esa har bir qadoqqa ishonadi. Grand Pharm guruhi tarkibida o'zining marketing ekotizimi faoliyat yuritadi. Zamonaviy, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish majmuasi. Mahalliylashtirishga 53 million AQSh dollari miqdorida investitsiya, 315 ta yangi ish joyi yaratilgan. Bu O'zbekistonning farmatsevtik mustaqilligiga qo'shilgan hissamiz. 2026-yil Grandin zavodining ishga tushirilishi. Biz hayot ekotizimini yaratamiz. Hamkorlar uchun, mamlakat uchun, har birimiz uchun. Grand Pharm salomatligingiz haqida g'amxo'rlik bilan.